Xitoy doiralari Sharq Turkistonda atalmış Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini umumlashtirish va chet ellarga qartilgan tashviqot harakatini yanada kuchaytirishni ta'kidlagan. Uyg'ur Avtonom rayonlik partiyasining sekretari Ma Xingruy 25 dekabr kuni Urumchida ideya va madaniyat tashviqot xizmati yig'ini chaqirib, yangi yilda Uyg'ur elidagi ideya tashviqot, madaniyat xizmatlarini puxta ilgari surish haqida ko'rsatma bergan. Xabarda deyilishicha, Ma Xingruy chet ellarga qartilgan tashviqot harakatlarini kuchaytirish haqida maxsus to'xtalib, Xinjiangga munosabatlik tashqi tashviqot va jamoat fikri ko'rishida tashabbuskorlik bilan ish ko'rish kerak. Tema o'rinlashtirishni kuchaytirib, so'z tashabbuskorligini qo'lda tutib, aloqa yo'llarini kengaytirish kerak deganlarni ta'kidlagan. Xitoy hukumatı 2017-yildan boshlab Uyg'urlarga qaratgan bostirishni kuchaytirib, keng ko'lamli tutqun va qamalni yo'lga qo'yib, necha million kishini lagerlarga qamagan. Uning rayonda yo'lga qo'ygan vahshiyliklarni Amerika, Kanada, Gollandiya, Fransiya qatorliq davlatlar parlamentlari irqiy qirg'inchilik deb ko'rsatgan edi. Biroq yaqinqi yillarda Xitoy doiralari chet ellarda o'zini oqlashni maqsad qilgan tashviqot harakatlarini ko'rinarli kuchaytirib, buningga har xil amal choralarni qo'llanayotganligi ma'lum. Ilgilishicha, Xitoy doiralari chet eldagi mol-mulk va mablag'ini qo'g'dash uchun shaxsiy harbiy shirkat quradi ekan. Hong Kongda turishliq Janubiy Xitoy atdiganlik pochtasi gazetining 25 dekabrdagi xabariga qaraganda, Xitoy dunyoning har qaysi joylaridagi turlarining bexatarligiga kafolatlik qilish uchun o'zining shaxsiy harbiy shirkatini qurgan. Xitoy xususiy harbiy shirkat quradigan rayonlar G'arbiy Osiyo, Afrika va Latin Amerikasi davlatlariga joylashgan. Xitoy prezidenti Xi Jinping Tayvanning Xitoydan ayrilishining qat'iy oldini oladiganligini aytdi. Xitoy Kommunist hokimiyati demokratik hukumat shakli bo'lgan Tayvanni o'zining zimini deb qaraydi va bu orolni Xitoyning bir qismi deb da'vo qiladi. Buningdan boshqa, Xitoy yaqindan buyon harbiy va siyosiy besimni kuchaytirib, Tayvan ustidagi egilik huquq talabini kuchaytmoqda. Xi Jinping Xitoy Kompartiyasi va hokimiyatining qurg'uvchisi Mao Zedong tug'ilganligining 130 yilligini xotirlash suhbat yig'inida so'z qilganda, Tayvanning ayrilishiga qat'iy yo'l qo'ymaydiganligini aytgan. Xitoy soqchilari atalmış o'sak so'zlarning oldini olish nomida 34 ming tor hisobini taqagan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy bu yil 4-oyda atalmış internetdagi o'sak so'zlarga zarba berish harakatini qo'zg'agan bo'lib, bu jarayonda Xitoy soqchilari 34 ming tor hisobini taqab, buningga munosabatlik 6300 odamni jazolagan. Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligi yana zarba berish harakatini texmi yuqori pallaga ko'tarishni qaror qilgan bo'lib, 2024-yilni tordagi atalmış o'sak so'zlarga qarshi turishdagi alohida harakat yili qilib bekitgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning salomatligi to'g'risidagi xabarlar Kreml saroyi tomonidan inkor qilindi. Kreml saroyi e'lon qilingan bayonotda Prezident Vladimir Putinning kasal ekanligi to'g'risidagi xabarlarni rad qildi va uning jamoatchilik oldida o'zini qo'g'dash uchun boshqa odam ishlatganligi to'g'risidagi mish-mish paranglarning kulkilik ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Kreml bayonotchisi Dmitriy Peskov G'arbdagi bir qism axborot kanallari Putinning yakshanba kuni kechda salomatligida og'ir masala borligi to'g'risida asossiz xabar tarqatdi dedi. G'azzadagi Sahiyya ministrligi 7-oktyabrdan buyon Isroilning hujumida qazo qilgan falastinliklarning sonining yaqinqi 24 soat ichida 195 kishi ishib, jami 21110 ga yetganligini e'lon qildi.